Bu loyiha Agrobank hamkorligida Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirishkor MFI 105 konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydoni 10 gektar. Uzunligi 200 metr, bo'yi 500 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan va gullash jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib borilmoqda. Ushbu loyihaga 24 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 40 sotixdan yer maydon to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Lida tadbirkor agroxizmat xuddon ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna kartoshka, jami 300 tonna hosil olish rejalashgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshib boriladi.